Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshilar, sog'sizlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Sog'sizlar, ro'zg'orlayman. Assalomu alaykum. Muassasani tarafidan yo boshqa bir tarafidan emasdi. Bu Imorat Islomiyning o'zini ko'rgazsa. Va hamchinon Saram yosh tariqidan 18,000 oila va familga bastahoy ko'maki tarqatildi. Har qaysi 25,000 dan to 30,000 gacha arzishi qiymati bor. Idora zidda havodis tariqidan 8,000 oila va familga ko'mak tarqatildi. Bu hamchinon ichiga birin, un, bug'doy, muxtalif narsalar ular ichiga olgan. Va Imorat Islomiy tasmim oldiki, bu saxt holatga boyad bizlar har bir narsa bizlar qo'limizga bor, o'z inoqalarimiz bilan, o'z singli xotinlarimiz bilan bir sharik qilaylik. ارتباط مشکلات ملک و ملت و حکومت شب و روز فکر میکنه. راههای حلی را در چوکات دین شریعت اسلام میکشند و تطبیق میکنند و تا که برای ملت مردمشان سهولت ایجاد شود. دیگه او غمهای 40-45 ساله فراموش شود. دیگه او زخمهای 40-45 ساله التیاب بیاورد. دیگه او پینه شود. دیگه او خلاها پر شود. الحمدلله ما و شما نتیجه ایشان شب روز میبینیم. در همه بخشا اینطوری هیچ بخشی نیست که در اون بخش ما خالیگاه داشته باشیم. در همه بخشا شب و روز کار میشود برای مطابقت با دین و ملت و ارزش های ملت مردم افغانستان. شب و روز کار میشود چون که این ملت به خاطر حفاظت از دین شریعتش 5 دهه جنگ کردند. 5 دهه قربانی دادن، 5 دهه سینه خود را سپری کردن، 5 دهه بهترین و عزیزان خود را در این راه شهید دادن تا که دین خود را حفاظت بکنند، تا که شریعت خود را حفاظت بکنند، تا که قرآن خود را حفاظت بکنند. رب كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا غفور. اللهم احسن عاقبتنا وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين الذي يطعمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Bizda mushkulot ko'p. Ya'ni o'rga mana astoz ishlar olmadi, har kun biz taqib taom bo'ldi. Bachchalarimiz madrasaga o'qiy olmadi. Biz mana astoz kelib avora bo'ldik. Mana endi biz bir amonat yerga o'tiribmiz. Davlatdan xohishimiz shuki, Imorat Islomidan bizga bir nimra zamin bersa, biz bir sarpana bo'lib o'tsak. Tashakkur qilamiz. Bugun 5 bo'ji bug'doy bilan 5,000 afg'oni berdi. Thank you.